lip motor reduktoriga naqd 6 litr quyishibdi. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni qancha rasxodga olib keladi? Videoni oxirida aytib o'taman. O'rtoqlar, juda ko'p akalarimizni moyxonada moy alishtirishyapti, bilmay 6 litr moy quyib qo'yishadi. Bu juda katta xato. Sababi lip motor любой modeliga reduktoriga 3 litr moy ketadi. Quysangiz ketaveradi, ya'ni dagarlar to'ldirishadi. Bu ya'ni motordan tashqari motor kontrolleriga moy o'tib ketishiga olib keladi. Rasxodi yo'q joydan 1,5-2 ming dollar rasxodga olib keladi. Akamizni ya'ni maslahat so'rab yozgan ekanlar, ya'ni moyxonada moy alishtirganlar 6 litr moy quyib berishgan. Akamizga aytdik, srochniy tokib 3 litr moyga alishtiring, 3 litr quying deb to'g'riladilar. Akamiz agar bilmasdan yurib qo'yganlarida bu motor ishdan chiqishiga olib keladi, motor kontrolleri ishdan chiqishiga olib keladi. Lekin rasxod bu nima degani? Ya'ni sifatli joyda, ishonchli joyda, ya'ni elektromobil gibridga xizmat ko'rsatadigan. Bu degani faqat menda emas, любой misol dilerlar bor, VOIX, BYD, lip motor farqi ishonchli joyda moy alishtirsanglar, sizlarga lishni rasxod olib kelmaydi. Bu videoni elektromobil gibrid haydaydigan akalarimiz yuborib qo'yinglar, aytgancha like va podpiska esdan chiqmasin.